4. bab. Bizning shahar sepilini yangi boshdan bino qilayotganligimizni anglagan Sanballat nihoyat xafa bo'lib, g'azablangan holda biz Yahudiylarni masxara qilib, hamrohlari va Samariya qo'shinlari oldida bu ojiz Yahudiylar nima qilayotadigandu? Ular bu sepilni yangi boshdan bino qilmoqchimikan? Ular qurbonlik qilish orqali bu ishni bir kundala puturimiz deb o'ylamdigandu. Xaroblikdagi kul qo'qasqa aylangan toshlarni qaytadan ishlatalamdu, dedi. Amonlardan bo'lgan Tobiya uning yenida turib, ularning yasavatgan sepiligi bir tulki chiqsa, uyrilib tushidi, dedi. Men mundaq duo qildim. Ey Xudoyimiz, ularning bizni masxara qilishlariga quloq solg'aysan. Ularning masxirasini o'z beshiga yondirg'aysan. Ularni talon-taroj qilib, yoqi yurtlarga surgun qilg'aysan. Ular qurilishchilari oldida seni haqoratlaganligi uchun ularning rezilliklarini unutib qolmag'aysan. Gunohlarini kechirmagaysan. Hammaylan chin dili bilan ishlagachga sepilni yerim tam qo'pirib tutashtirdik. Sanballat, Tobiya, Arablar, Ammonlar va Ashdodliklar Yerusalim sepil qurilishining nihoyat yurishayotganligini va uning sho'rlarining etilayotganligini anglab, intayin g'azablandi. Ular birlikda suiqasd planlab, Yerusalimga hujum qilib, bizni teripirang qilmoqchi bo'ldi. Biz Xudoyimizga duo qildik. Hamda ularning hujumidan qo'g'dinish uchun kecha kunduzlik qarovullarni qo'ydik. Lekin Yahudiylar orasida ishchilar borgan seri holidan ketdi. Nurg'un keraksiz tosh parchalari turiyotdi. Biz sepilni qandoqmi puturarmiz degan gap tarqaldi. Shuning bilan birga raqibimizning biz Yahudiylarga sezdirmay, ularning orasiga berib, ularni qirib tashlab, qurilishni to'xtatamiz deganligini angladik. Dushmanga yaqin o'ltiraqlashgan Yahudiylar qayta kelib, bizni ogohlantirib, ular har tarafdan bizga hujum qo'zg'amoqchi dedi. Şunu men odamlarni o'z jamiyati bo'yicha qilich, o'qya va nayzilar bilan qurollantirib, sepilning ochiq va eng pakar yerlarining keyniga qarovullikqa qo'ydim. Ondan men ahvolni ko'zitib, jamoat arboblari, amaldorlar va qolgan xalqlarga chaqiriq qilib, dushmandan qo'rqmanglar, Parvardigorning ulug' va surlikligini esinglarda tutinglar. O'zinglarni akif qo'llaringlar, bola chaqalaringlar, ayollaringlar va uy makoninglar uchun kurash qilinglar, dedim. Dushmanlarimiz o'zlarining suiqasdlarini bilib qolganligimizni anglab, Xudoning o'zlarining planini buzib etganligini tushundi. Shuning bilan biz hammamiz asli o'rnimizga qaytib berib, sepil qurilishimiz bilan mashg'ul bo'ldik. Shu chaqdan boshlab xizmatkorlarimning yerimi ishga kirishdi. Qolgan yerimi nayza, qalqon va o'qyalar bilan qo'rralanib, uchisiga sovut kiyib qarovullik qildi. Qo'mondonlar sepil qurilishchilarining keynidan o'rin oldi. Yük to'shig'ichilarni qo'rralanib turib ish qildi. Qurilishchilarning hammasi beliga qilich asqan edi. Jangi burg'i chalg'uchimi yenimda turadi. Men jamoat arboblari, amaldorlar va butkul xalqqa qiladigan ish ko'p. Hamda sepilning hamma yerida bor. Sepilda bir-birimiz bilan bo'lgan oraliqimiz yiroq. Sizlar burg'i ovozini anglagan hamon mening yenimga yig'ilinglar. Xudoyimiz jangda biz bilan bir nafasda bo'ladi, dedim. Şuna
Səhərdə yulduzlar körüngiçə yerimimiz işlədik. Yerimimiz qolumuzga nəysi elib qaravullu qıldık. Şu vaqtda men odamlarga her bir odam ve onun yardımcısı keçsi Yerusalim'de konup qaravullu qılsın, kündüzü quruluşçu bulsun dedim. Bu mezgilde hiç qaysimiz, yani men, tuqanlarım, xizmetkarlarım, muhabbizatçilerim mi, uçimizdeki kiyimlerimizni almaştırmadık. Hem de hemmimiz kolumuzdan koralını düşermedik.